Assalomu alaykum hammaga. 14 qavatli binomizning tom qismiga 5 kilovatlik quyosh paneli invertorlarni o'rnatdik. Hozir podключениесini qilamiz. Zinc powerning 5 kilovatli invertor emas. Uzib, передохранитель, DC avtomat, AC avtomat. Hamma zashtirlar qilinyapti, zazimliklar qilindi. Mutaxassislarimiz podключениесini qilyapti. Kimga so'rashni panel bo'yicha xizmatlar bo'lsa bizga murojaat qiling. O'zimiz borib o'rnatamiz. Narxlarni kelishamiz. Garantiyamiz 1 yil, invertorga 5 yilgacha garantiya, quyosh panelimizga 30 yilgacha garantiya. Qilib bergan xizmatlarimizga 1 yil garantiya. Elektromontaj ishlari bo'yicha bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Hamma ishlarimiz kafolatlangan. Murojaat qilinglar, tanlovda adashmaysizlar. Rahmat, sog' bo'ling.